o'zini ko'cha hisoblaydigan, понятиялар asosida yashashga uringan va buni o'xshata olmagan yigit noiloj maktabga o'qituvchi bo'lib ishga kirsa va yosh avlodga dars bera boshlasa. Yaxshimisanlar? Hurmat! Masalaga necha marta aytay, hurmat so'rab olinmaydi. G'ijimlar. Assalomu alaykum. Bugun ozgina kech qoldik, uzr. Normal. Men qara, senga emasman darsim kech qolish. Sani akalaringga ham emas. Tushuntira oldimmi? Bor joyingga o'tir. Nima deding? Nima deding? Yo'q. Qara, aziyman men o'zini. Stadionda gaplashamiz sen bilan. Qarochi, bugun borlama qilib olamiz. Voy, ustoz yo'qlama deyilmaydimi? Ustozing yaqinlik qilsanmi? Chustving yo'qotib qo'ydingmi? Qiz bolasan deb bo'lmasam so'rab olardim taq etib. Xullas, yo'qlama uchun, borlama uchun. Tushunding? To'g'risi, mahalling qayerda? Chorsida. Sanikichi? Yunusobodda. Voy ustoz, familiyasini so'ralmaydimi? Menga qara, kerak bo'lsang mahallingdan topib olaman, tushunding? Meni akalaringga o'xshatmagan kidat qilib ketadigan. O'tir. Qarochi, bugungi darsimiz tapichkalar haqida gaplashamiz. Bor suvga chiqib kel. Ana, o'rganib kelibdi. Mana shunaqalarni tapichka deyiladi. Tushuntira oldimmi? O'tgan safargi darsda kim yo'q edi? Mana bu yo'g'ida, Ulug'bek yo'g'ida. Voy, Ulug'! Seni kidat qo'rotdi-yu. Chaqmamni kelkaling. So'rab olmaysan. Men normalniy bo'l ekansan, yasni so'rab olalaysanmi? Men qara, kim senga terpiyalaringni o'rgatyapti? Aqlli qiz ekansan, bitta tiqqanchiratib olaman. Na, urmaysanmi, qattiqroq, urmaysanmi? So'rab olmading, bo'l, men qaralaring. Nimalar qilamiz? Kapitan O'tkirov. Kimni xulqi yomon bu sinfda? Ustozi! Voy, terpilalar. Chiq. Salla chiqib turlaring, men o'zim gaplasha olaman. Bitta gaplasha olaman. Duh. Men qara qanday qilib ishlayapsan, vaqt ishlamayapman. Yo'qmi? Yosh kattalar o'rgatishganda dushmaningni qarg'ama, undan ko'ra iloyo qurilish qil degin, har qanday qarg'ishdan battari shu, o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qoladi deyishganda. Mana shu tilakni hozirgi kun uchun biroz zamonaviylashtirsa bo'lar ekan. Iloyo uy qur yoki kvartira xarid qil, yillik 29% kreditga ol. Har oy falon million so'mni kreditga bankka topshiradiganlar bu dardni yaxshi biladilar. Ipoteka kreditini 15 yil deganda yopgan bankning birinchi mijozi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling. Shundoq kredit holatimni tekshirib bering. Xo'p, bo'ladi. Ism, familiya? Umarov to'lagan. Umarov to'lamagan chiqyapti. Men to'laganman, lekin Ba'zi aldamasa kerak. mana pasport to'lagan deb Men yozib qo'ydi. pasportingizga ishonmayman, ba'ziga ishonaman. Menga qarang. Brat, Shoshilmayazgina, to'lamaydigan bo'lsangiz chiqib turing. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, keling. Oxirgi oylik kredit to'lagani keldim. Xo'sh. Mana. Aha, bo'l, ratchet bo'ldingiz. Mana. Faqat sizga bankimiz tanlaganingiz uchun ming rahmat sizga. Rahmat, sog' bo'linglar. To'xtang. Ha? Siz to'la bo'ldingiz, Ha? Endi kelmaysizmi? Yo'q. Endi men sizni bayram bilan tabriklolmaymanmi? Endi juma bilan ham tabriklayolmaysiz. O'zi juma kelganini siz ham bilardim. Bir donishmand aytgan ekan, bu hayotda 3 ta narsani sotib olib bo'lmaydi deb. Do'stlik, muhabbat hamda yakkasaroydan kvartira. Donishmand Brand Balton bo'ptilar-da. Siz ulan balton qildingiz. Tabriklayman. Rahmat. Kettiringmi? To'xta. Bankimizni jonkuyar xodimlari siz bilan xayrlashmoqchi. Farroshimiz. Ha. Bizga klient bo'lib kelgandilar. Ha. To'lamay bizga ishlayaptilar mana. Yiqsin ekan. Axrana mana. Bular kim? Eri xotin to'lasha olmadi. Ha. Juda katta foizlarda. MIB xodimi. Gap yo'q aka, gap yo'q. Qutildingiz-a? Mana o'sha televizor yaxshi kunlarga ishlatib yurdim. Mayli. Meniki? Aka, bitta rasmni tushaylik. Keling. Rahmat. Ey, telefon. Meniki-da. Aka, faqat Google ni tozalab tashirsiz. Ha, bo'ldi. Ketiringmi? Yo'q. Eng muhim inson bilan bankimizni bankomati bilan xayrlashsangiz. Menimcha sizlarni tark eta olmasam kerak. Yozing 30 million. Yozing.